15 mingdan oshiq bo'lgan svetodiodli elementli Sky Lounge siz uchun xizmat qiladi. Tan olish kerak, haqiqatan haqli savol. GLS chiroylimi, X7 mi? Buni javobini bugun X7 dan qidirib ko'ramiz. Bir dona yoritish chirog'ini o'ziga agar e'tiborimizni qaratadigan bo'lsa, yuvelirniy san'at asari bo'lgan Swarovski toshlari ishlatilgan Iconic Glow optikalarni ko'ramiz. Swarovski kristallini yana biza avtomat korobka joystikida, start stop knopkasida va kontrollerda ko'rishimiz mumkin. O'rindiqlarda BMW ning eksklyuzivniy individual merino ko'jalari va eng mashhur tartufo rangida bo'ladi. Slishkim shikarniy salon. Massaj. Bu X7 ning M60i komplektatsiyasi bo'ladi. Ya'ni X7 ning eng baland opsiyasi bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsa, bor yo'g'i M40i boshlang'ich narxini o'zi siz uchun 119 ming AQSh dollar bo'ladi. Razna Shiroki balonlari, R22 diskalari va M paket supportlarida bo'ladi. Albatta 2026 modelni ko'rib, ko'z quvonmasdan qo'ymaydi. Beraman desa hech gap emas. Siz hozir bu videoni jo'nating, biz esa bu avtomobilni sizga jo'natamiz inshaalloh. Taxminan tasavvur qiling, 2,5 tonnali og'irligi bilan bor yo'g'i 4.7 sekund 0 dan 100 gacha sarf qiladigan 4 litrli va образный 8 silindrli legendarniy S68 Twin Power Turbo o'rnatilgan bo'ladi va u sizga 530 ot kuchi, 750 Nm taqdim qiladi.